Uzlu CSS dersi 14. qism CSS font 1. bölüm. 1. CSS font xarakterlari. CSS font xarakterlari orqali fontlar to'plami cho'ng kichiklikka to'miltish qatorliqlarni belgilagan bo'ldi. CSS fontlar to'plami asosliq ikki xil bo'lib, birinchisi o'rtaq ishlatilgan fontlar. Ya'ni sirtqi ko'rinish o'xshab ketadiganlardan monospace yoki serif degandek. Ikkinchi alohida fontlar bo'lib, kontur fontlarni ko'rsatmasan Times yoki Courier qatorliq. CSS da tövənki 5 xil alohida fontlarga aniqlanmagan. Masalan, serif, sans serif, monospace, Courier, fantasy qatorliq ma'lum asos hamda inglizcha, ya'ni latincha harflarniki font turi hisoblanadi. Onki ikkinchi fontlarga aniqlan berish. Fontga aniqlan bermoqchi bo'lsak, ma'lum elementniki font family xarakteri orqali belgilashga bo'ldi. Anodagi bir qancha font qiymati berishga bo'ldi yoki shu font nomi bo'shliq qo'yilgan holatda bo'lsa, cho'qim yalon tirnoq ichiga ilinish kerak. Mana qaraydigan bo'lsak, masalan, butun bu body qisminiki font nomi sans serif belgilangan yoki hech biriniki font nomi George serif deb menda ikki xil qiymat berilgan. Ikki xil qiymat berilgan holatda agar sistemaga xat nusxasi qachlanmagan bo'lsa, undaqda mana undan o'tib ketib, xat nusxasini tonuydi. Anadan keyin bu P qarta namayada masalan New Century Schoolbook degan xat nusxasiniki o'tirisida bo'shliq holatdagi uzun font nom bo'lg'achqa, New York degan uzun font nom bo'lg'achqa bu yalon tirnoq ichiga kelib yozilgan. Üçüncü font uslubi. Bu asosli font style xarakteri orqali belgilash bo'ldi. Uning 3 xil xarakter qiymati bor. Ya'ni normal bo'lgan vaqtda tekst normal ko'rsatadi, italic tekstni yantoq ko'rsatadi, keyin oblique tekstni qiypash ko'rsatadi. Masalan, bu 3 xil shu font uslubiningki 3 xil holati. Anki buningki asli kodga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerga font style deganga font uslubiga normal 3 xil qiymatni bergan. Ammo bu mazmun o'xshash holatda buni o'xshamagan 3 xil holatda bizga ko'rsatgan.